Avvalambor assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Vodiyda yangilik bo'ladi. Nimaga? Videoda oxirigacha ko'rsalaring sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar, shu plita hammamizni stroykamizda ishlaydigan plita hisoblanadi. Sizga 1 kvadratiga 200 ming so'mdan xarid qilganingizdan keyin, misol uchun, uyingizga olib borib o'rnatib berishi, krani, hammasi bepul. 5-etaj bo'ladimi, 9-etaj bo'ladimi, 1 dona olsangiz ham, 100 dona olsangiz ham sizga o'rnatib berish mutlaqo bepul. Bunaqa yangilik hali hech qayerda bo'lmagan. Eshitgan bo'lsangiz yozib o'tib keting. Bundan tashqari qarang. Mana shunday maxsus texnikalar yordamida ishlab chiqariladi. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilni videoda boshida aytadigan bo'lsak, mana bu yerda satka kurik bor, hammamiz bilgan. Bundan tashqari bu tomondan kelganingizda fayz binokor armatura zavodidan 50 metrdan keyin o'ng qo'lda joy bor. Kirsalaring zavod, bundan tashqari ekran nomerlariga telefon qilsalaring ham bo'laveradi, o'zlari yetkazib berishadi, hammasini tushuntirib berishadi. Endi biz sizlarga sifatini, hammasini bir qator tushuntirib beramiz. Dilmurjon bilan birga edi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshi yo'llang. Endi bitta qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsak, tars bor, yo'q. Nima deysiz? Temir beton plitamiz asosi armatura hamda betondan tashkil topadi. Armaturalari Bekobod armatura ishlatamiz. Qizdirib, cho'zdirib dagatkalarga qo'yiladi. Dagatkaga qo'yiladi. Talabga javob beradi. Talabga javob beradi. Hozir bu laboratoriyadan o'tgan, to'g'rimi? Laboratoriyadan ispitaniyadan o'tgan. Ispitaniyada. Hozir necha marka bu mana hozir oyog'imiz tagidagi? Beton 450 marka. 450 marka. Beton 450. Bu xonadonga ham ishlatiladimi 450 marka yo'q? Yo'q. Bu aslamda qurilishlarga. Ha, juda ham yaxshi. Hozir bu nechilik mashinasi oyog'imiz tagidagi? 590 lik plita. 590 lik. Nech pul chiqadi mana shu? 1 million 400 ming. 1 million 400 ming. Olib borib qo'yib berishi bilan. Olib borib qo'yib berishi bilan. Andijon bor, meni podpischikalar orasida. Namangan bor. Vodiy deyapmiz. Vodiy ahli juda katta hisoblanadi. Yer tomonidan. Inshaalloh o'rgatib beramiz. O'rgatib berasiz, xudo xolasa. Endi bundan sal kichikroqi nech pul? Necha razmer? 2 metrdan 7 metrgacha bo'lgan. Endi 120 plitalarni ishlab chiqaraveramiz. Iloji bo'lsa narxini aytib berasizmi, bosishma. Kvadrati 200 ming so'm. Ha, kvadrati 200 ming so'mdan chiqaveradi. Qancha olsa ham, qancha bo'lsa ham 200 ming. Demak, 1 ga 1 hisoblanadimi yo 1 ga 120 hisoblanadimi? Hozir bu 1 metrligimiz, bu 120 plitamiz. Ha, ya'ni misol uchun kvadrat olamiz deganda, misol uchun kvadrati 1 ga 1 joyini 200 ming hisoblaysizmi yoki 1 ga 1 kvadrat bo'yicha o'zi 1 ga 1 ga 1 joyini 200 ming so'mdan hisob ketaveradi. Olib borib qo'yib berishi bilan. Bu zavodda o'zida bas. Endi hozir qarang-da, misol biz hozir Farg'onadan video qilayotgan bo'lsak, Andijon, Namanganda misol uchun hatta kranlaringiz bormi sizni? Bor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Zakaz berasiz, ishlab chiqaramiz, borib qo'yamiz. Ma'qul keladi, xudo xolasa. Hozir misol uchun qarang-da, kimdir 10 dona oladi, kimdir 5 ta olishi mumkin. O'sha 5 donaga ham qilib berasiz, yetkazib berasiz. Bitta donaga ham qilib beramiz. Bitta donaga ham hozir Farg'onadan Andijonga jo'natib yuborasiz. Jo'nataveramiz. Kerak bo'lsa borib ustida o'zim turaman. Yo'q-a? Zo'r bo'libdi unda. Zo'r. Bu nima vazifa bajaradi oyog'imiz tagidagi? Bu vibra qolib, ustiga loy tashlanadi, vibratsiya beriladi, 5 tonna yuk qo'yilgandan keyin tortib olinadi. O'zi tortibsa keyin chiqib olaveradi. Sekin chiqib olaveradi. Zo'r. Bunda plitamizni quyamiz. Xo'p, hozir misol uchun standart nechli armatura ishlatasiz? 12, 14, 16 Bekobod. 12, 14, 16. Uzunligiga qarab secheniyasi o'zgaradigan razmerlar. Ha, secheniyasi o'zgaradi. Sifati yaxshi, xudo xolasa. Zo'r. Hozir 1 ga 1 joy qancha kilo ko'taradi? 800 kilogramm. 800 kilogramm. Ha, 800 kilo. 8 balli plitalar. Ha, 8 balli. O'shada xalq tilida 8 li plita deydi, aynan shu plitalar 8 li. Zo'r. Ob'yomda nimasi yo'q-a, xudo xolasa. Bir kunda 40 ta plita ishlab chiqaramiz, ulgutib beramiz. Ulgutib beriladi. Bundan tashqari Dilmurjonning ishxonasida ko'rib turganlaringizda tayyor beton ham bor. Vodiyga yetkazib berish kelishasizlar. Endi bu plitaniki dastlabki ustanovkasi bepul ekan. Endi bunda qanaqa bo'ladi? 100 markadan 400 markagacha beton ishlab chiqaramiz. U narxlari qanaqa bo'ladi? Aytalamizmi? Narxlarni aytamiz. 200 ming so'm 100 marka, 450 ming so'm 400 marka. Olib to'kib berish bilan. Yetkazib berish bepul. Ichida. Hammasi ichida. Ha, siz zakaz qilasiz, marka aytasiz, olib borib qo'yib beramiz. Xo'p, men sizga hozir telefon qilsam, misol uchun bugun dushanba bo'lsa, ertaga seshanba kuni telefon qilib turib, menga bitta jo'natib yuboring desam, sizlar jo'natib olasizmi? Ha, sizlar jo'natib qo'ying. Texnikalarimiz bor. Hali 3 kun kuting, 4 kun kuting degan narsa yo'q. Yo'q, zavod aka. Nechilik marka so'rasam, o'sha markada jo'natib beramiz. O'sha markada aytgan ob'yomingizni chiqarib beramiz. Zo'r bo'pti, zo'r. Qulayligi yaxshi, xudo xolasa, akalar, ukalar aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Narxlarni sizlarga joydaricha qilib tushuntirib berishga harakat qildik. Bundan tashqari nari tomonda esa zavod ham sizniki. Ha, drabilkamiz ham o'zimizda. Medpisoy, sheben, shpes o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bor ham yo'q o'zingizda. Shuni hisobiga biz ishlab chiqarayotgan mahsulot tan narxi qolgan zavodlarga nisbatan ozodroq. Arzonroq chiqadi. Zo'r.
Bizning podpishchilarimiz orasida qurilish kompaniyasi bor aka-ukalar ham bor. Aloqaga chiqishadi, xudo xolasa. Qadrdonlar, video ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab, kanalimizda mehmon bo'lsalaring, podpiska bosib qo'ysalaring, shunaqangi zavod ishlar, ishlab chiqarish joylarini birinchilardan ko'rib borasizlar. Dilmojon, sizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.